Xo'p, navbatdagi bemorimiz xolajonimga azizlardan ruxsat olib video olaman. Bularda kuchli darajada oyoqda harakat urishi cheklangan, oyoqda muammo bor edi. Bellar bilan ishlaganmiz. Oyoqda qon yaxshi aylanmaganligi hisobiga umuman harakat cheklanib qolgan edi. Mana bugun birinchi muolajalarni shogirdim qilib berganlar, ikkinchi muolajaga o'zimga keldilar. Polni oyoq bilan ishladik, kasallik nuqtalariga qarab. Mana bugun oradan bir haftacha o'tdi xolajonim. Bir haftadan keyin kelib shunaqa xursand bo'lyaptilar. Harakat qilgim kelib ketyapti deyaptilar. Namozni ham hattoki o'tirib o'qirdim, уже turib o'qiyapman. Oyog'imdagi og'riqlar ancha ketgan, deb rosa haqqimizga duo qildilar. Alloh shifoli qilsin yana ham. Mana bugun 3-muolajalarni qilamiz. Rezultat zo'r. Oyoqdagi muammolarda, ko'ksa arteriozlarda, qon aylanishi buzilganda, varikozlarda, umumiy oyoqdagi muammolarda bemalol konsultatsiya olib hojomaga kelsanglar bo'ladi. Bu navbatdagi mana shifo topgan bemorlarimizdan Alloh taolo yana ham shifoli qilsin. Allohumma amin. Keling xolajonim, yotavering. Mana bular konsultatsiya qilib oldik, endi hozir muolajaga o'tkazamiz.